Nima uchun igromaniya kuchayib ketdi? Sentyabr oyigacha 150 ming pulni topish uchun nima qilishing kerak? O'zingizga qancha katta maqsad qo'ysangiz, maqsadga erishgandagi sizni his-tuyg'uyingiz shuncha baland bo'ladi. Mana shu his-tuyg'u uchun dunyoda urushlar bo'ladi. Ko'p hollarda maqsad deb odamlar orzuni nazarda tutadi. Orzu qilma deya olmaymiz, chunki orzu bizga motivatsiya beradi. Butun olam bilan kurashasiz maqsadga erishguningizcha. Nimaga menga bu narsa kerak? Nima sababdan men buni istayapman? Ko'rpangga qarab oyoq uzat. Mercedes emas, boshqa narsa olgin. Maqsad qo'yishda juda ham muhim bir bosqich bor-da. Avvalambor nimaga menga bu kerak? Nega menga bu kerak? Menga bu kerakmi o'zi? Chunki siz maqsad qo'ydingiz va maqsadingiz sari borayotgan vaqtingizda shunday holat bo'lishi mumkinki, umuman sizga kerak bo'lmasligi mumkin u maqsad. Va u sizniki bo'lmasligi mumkin. U sizga quvonch bermasligi mumkin. U sizni ko'zlaringizni yondirmasligi mumkin. Shuning uchun ham biron bir narsani maqsad qo'yganda avvalambor o'sha maqsadni ongida 2-3 kun ko'tarib yurish kerak. Nimaga menga bu narsa kerak? Nima sababdan men buni istayapman? Nega? Ya'ni bu birinchi bosqich, birinchi qadam. Ikkinchi qadam, maqsadimga erishganimdan keyin men bilan qanday yaxshi narsa ro'y beradi? Yaxshi narsa. Men qaysi tomonga o'zgaraman? Yaxshi tomonga o'zgaraman. Qanday yaxshilik bo'ladi men bilan? Chunki agarda sizni maqsadingiz sizniki bo'lmasa, va ko'p hollarda shunday bo'ladi. Ya'ni o'rtog'ingiz o'tiribdi-da va aytayapti, "Va bilasam, hozir mana bu biznesda zo'r pul topishyapti ekan, mana shu biznesni qilib ko'raylik", deydi-da va siz eshitasiz, pulni eshitasiz, siz ko'zlaringiz yonadi, "Va, zo'r pul topaman" deysiz-da. Lekin u yerda bilim va tajriba nol bo'ladi. Lekin sizni o'sha vaqtda qiziqtirgan narsa pul bo'ladi, chunki siz pul istayapsiz. Va o'sha maqsadni o'zingizga maqsad qilib qo'yasiz-da, harakat qilishni boshlaysiz. Lekin sizni maqsadingiz o'sha narsaga erishish emas. Aslida olganda sizni maqsadingiz pul topish. Shunday ekan, ma'lum bir vaqtdan keyin qiyinchiliklarga duch kelasiz. Hamma joyda qiyinchilik bor. Ma'lum bir vaqtdan keyin qiyinchiliklarga duch kelganingizda sizni ongingiz aytadi, "Pul topish shuncha qiyinmi?" deydi. Qarang-da. Pul topish shuncha qiyinmi? Ya'ni maqsadga erishish shuncha qiyinmi demayapti. Tushunyapsizmi? Shunda ko'p hollarda maqsadga erishilmaydi. Chunki ong aytadi, "Bu meniki emas", deydi. "Men qilmayman buni", deydi. "Men bu narsa uchun ertalab uyg'onmayman", deydi. Shuning uchun avvalambor maqsadni qo'yishdan oldin uni 2-3 kun ongida aylantirish kerak. Bu menikimi? Bu menga kerakmi? Bu menga nima uchun kerak? Men bu maqsadga erishganimdan so'ng men bilan qanday yaxshi narsa ro'y beradi? Mana shuni 2-3 kun ongida aylantirib, tahlil qilib ko'rsangiz, o'zi javob keladi. Senga kerak emas bu degan. Yoki bo'lmasam, ha, senga kerak bu degan. Va bu yerda aniqlik qilib ajratib olish kerak. Maqsad bu missiya. Tushunyapsizmi? Pul bu energiya. Agarda sizni maqsadingiz faqatgina pulga bog'liq bo'lsa, ya'ni pul topishga bog'liq bo'lsa, unda bu sizning maqsadingiz emas. Chunki pul ong uchun yo'q narsa. Ong pulni tanimaydi. Ong taniydigan yagona narsa ana o'sha maqsad ketida turgan qandaydir yaxshilik. Inson o'zi uchun avvalambor. Chunki ong tashqi dunyoni ko'rmaydi. U faqatgina o'sha insonni o'zini ko'radi. Shunday ekan, demak, o'sha insonni o'zi bilan maqsadga erishilganda mana shu yo'lda qanday yaxshi narsa ro'y beradi. Ana o'shani ongga tushuntirish kerak. Va shundan so'ng ham siz o'sha narsani istayapsizmi?
Demak, uni aniq, o'lchamli qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni aniq maqsad men pul topishni istayapman emas. Tepada aytib o'tganimdek, pul bu energiya. Men masalan oddiy bazaviy maqsadlarni aytaylik. Bizada bosqichlar bor. Maqsadda ham turli bosqichlar bo'ladi. Maqsad qo'yishda siz maqsadni atrofingizdagi atrof muhit uchun qo'yishingiz mumkin. Bu nima degani? Bu mashina sotib olaman, hamma meni ko'radi, voy mashinasi bor ekan deb aytadi. Bu atrof muhit. Yoki bo'lmasam qandaydir qadriyatlar uchun mashina sotib olaman, masjidga beraman, xizmat qiladi, men savob olaman. Men savob olaman. Bu qandaydir qadriyat-da. Yoki bo'lmasam mashina sotib olaman, keyin mana shu mashinada odamlarga bilim berish uchun, ya'ni qandaydir nimadir berish uchun shu mashina xizmat qiladi. Bu уже yuqori уровень, yuqori daraja, ya'ni xizmat qiladi. Bu yerda уже xizmat ketyapti. Bu уже missiya hisoblanadi. Shuning uchun maqsadingiz avvalambor qaysi darajada ekanligini ko'rishingiz kerak. Agarda birinchi darajada bo'lsa, ya'ni atrof muhit darajasida bo'lsa, xulq-atvor darajasida bo'lsa, unda bu maqsad sizni qandaydir qalbdan xursand qilmaydi-da. Chunki o'zingiz uchun qilmadingiz-ku. Ya'ni o'zingiz uchun mashina olmadingiz. Siz mashinani birovlar ko'rishi uchun oldingiz. Ko'p hollarda maqsad deb odamlar orzuni nazarda tutadi. Ya'ni men mana bu narsani xohlayman va u o'z-o'zidan sehrli tayoqcha qimillaydi-da paydo bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, bu maqsad emas. Bu orzu. Orzu siz aytgandek, qandaydir sehrli tayoqcha orqali bo'lib qolishi mumkin. Va maqsad bilan orzuni farqi bor. Orzu bu men istadim, men xohladim va u qandaydir amalga oshadi. Qanday amalga oshadi bilmayman. Bu orzu. Maqsad men istadim, buning uchun qanday birinchi qadam qo'yaman. Buning uchun qanday ikkinchi qadam qo'yaman. Men istadim, qaysi sanada? Qanaqa rangda? Nima aniq? Aniq nima? Ya'ni maqsadda aniqlik bor. Aniqlik bor. Men mashina olishni istadim. Qanday mashina? Jeepmi? Nexia'mi? Nima u? Qaysi mashinani? Qanaqa rangda? Buning uchun qancha pulim bor? Buning uchun qancha pul yig'a olaman? Buning uchun qanday imkoniyatlar bor? Buning uchun qanday yo'llar bor? Va buni qaysi sanada amalga oshiraman? Va bu maqsadim amalga oshganini tasdiqlovchi menda nima bo'ladi? Misol, oddiy misol. Men hozir o'zim haqimda aytmayapman, umumiy aytyapman. Masalan, men mashina olishni istayman. Va qanaqa mashina olishni istayman? Mana shu 2025-yil mashina olishni istayman. Misol, qanaqa mashina olishni istayman? Xo'p, men Mercedes olishni istayman. Xo'p, qancha turadi sen olmoqchi bo'lgan Mercedesning narxi umumiy bozorda? Demak, men o'sha narxni qidiraman, ko'raman. Misol, ko'rdimmi? Endi aytaman, menda qancha pul bor? Chunki maqsad tavakkalga qo'yilmaydi. Maqsad aniqlikka qo'yiladi. Maqsad bu aniqlik, maqsad bu aniq qadamlar. Tavakkal bu orzu. Bu qo'pol qilib aytadigan bo'lsam xom xayol. Ko'p hollarda orzu qilma deya olmaymiz, chunki orzu bizga motivatsiya beradi. Lekin biz orzu qilib divanda yotsak, bundan foyda yo'q. Orzu nima uchun qo'yiladi? Orzu qilinadi, ichkaridagi motivatsiyani ko'taradi orzu orqali va undan so'ng bu orzu albatta maqsadga aylanishi kerak. Orzuni maqsadga aylantirish kerak. Agarda orzu maqsadga aylanmasa, unda bu xom xayol bo'lib qoladi.
Orzuni maqsadga aylantirish hozir qadamlarini sizga aytib beryapman. Masalan, orzuyim, misol, bu oddiy bir misol. Mercedes sotib olish. Mercedes olish, xo'p, qachon? 2025-yil. Qaysi oyida? Sentyabr oyida. Qanaqa Mercedes, qanaqa marka? Xo'p, GMC. Xo'p, qanaqa rangda? Mana bunday rangda. Xo'p, qancha turadi? Misol, bozorda 150 ming dollar turadi. Misol. Xo'p, hozir qancha puling bor? Aniqlik kerak-da maqsadga. Qancha puling bor? Masalan 20 ming, masalan 30 ming. Xo'p, 150 ming pul qilish uchun sentyabr oyigacha nima qilishing kerak? Tushunyapsizmi? Ya'ni sentyabr oyigacha 150 ming pulni topish uchun nima qilishing kerak? Demak, o'tiriladi, daftar ruchka olinadi va yozib chiqiladi. Men qancha ish qilsam, qancha pul topaman? Topgan pulimdan qancha miqdorini shaxsiy xarajatimga ishlataman? Qancha miqdorini chekiga qo'yib qo'ya olaman? Oyma-oy, masalan, hozir 30 ming bor, 150 ming topish uchun 120 ming pul yig'ish kerak. 120 ming pulni, demak, o'sha qolgan oylarga bo'linadi. Masalan, 5 oyga, masalan, 6 oyga. Va har oyda, masalan, 15 mingdan, 10 mingdan pul chekiga qo'yilishi kerak. O'sha summani qoplaydigan. Ha, albatta, siz istagandek bo'lmasligi mumkin. Bunday bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun qo'shimcha variantlar ham bor. Masalan, yetmagan miqdorni u bikimdan olib turish yoki kredit olish yoki yana boshqa yo'llari bor. Bu yo'llar ham bor. Lekin birinchi o'rinda bu yo'llarni emas, birinchi o'rinda o'z kuchim bilan nimaga erisha olaman? Ko'zim yetadimi? Ko'zim yetmaydimi? Erisha olmaymanmi? Demak, ko'rpangga qarab oyoq uzat. Mercedes emas, boshqa narsa olgin va hisoblab chiqqin. Hisob-kitob qilib chiqqin. Sen o'shani qila olasanmi? Va bilasizmi? Maqsadda bitta zo'r narsa bor. Maqsad qo'yib, maqsadiga erishgan odamgina biladi buni. Chunki yo'l mashaqqatli, uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Va bilasizmi? Odam mana shu qiyin yo'lni bosib o'tadi. Bilasizmi, mana sportchilar, ular yillar shug'ullanadi sport bilan. Yillar shug'ullanadi, har kuni 4 soat, 5 soatdan sport bilan shug'ullanadi va oltin medal olganini ko'rganmisiz o'sha sportchini? Bu televizorda uni yuzini ko'rganmisiz? Emotsiyalarini ko'rganmisiz? Xursandchiligini, yig'isini, dod deb o'kirishini eshitganmisiz? Ana o'sha maqsadga erishilganda his qilinadigan hissiyot. Va siz o'zingizga qancha katta maqsad qo'ysangiz, maqsadga erishgandagi sizni his-tuyg'uyingiz shuncha baland bo'ladi. Shuncha jarangdor bo'ladi. Maqsad qo'yib, maqsadiga erishib yurgan odam buni biladi. Buni biladi. Bu qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, bu hayotning bir lazzati-da. Bu o'yin. Bu hayot bilan o'yin. Bu marafon, hayotiy marafon. Ya'ni mana qo'ydim, mana erishdim. Vau! Bo'ldi. Menda bo'lganda bu narsa, men bilaman. Butun tanangiz bilan his qilasiz-da, men bu vauni. Har bir hujayralaringiz bilan his qilasiz. Bu ta'riflab bera olmaydigan emotsiya. Buni ana o'sha oltin medal olganlarni ko'ring, ana o'shanda bilasiz bu emotsiyani. Shunda sal tushunasiz. Lekin bilmaysiz hali ham. Qachon bilasiz? Qachon o'zingiz erishsangiz. Qachonki sizni tanangizni har bitta hujayrasi haligi lezginkaga raqsga tushsa. Ana o'shanda bilasiz. Va bilasizmi, maqsadga o'rganib qoladi odam. Nima uchun igromaniya kuchayib ketdi? Tushunyapsizmi? Chunki igromaniyada har bitta urovenda o'tganda inson ma'lum miqdorda o'sha hissiyotni his qiladi va u bog'lanib qoladi unga.
Xuddi shunday maqsad ham. Siz maqsadga erishganda o'sha his-tuyg'uni his qilasiz. Bu dopamin deydimi, endorfin deydimi, ya'ni o'sha narsa ichingizdan ko'tarilib keladi. Va sizda ikkita yo'l bor. Xohlang, o'zingizni aldang, chunki igромания bu meni fikrim bo'yicha o'zini aldash. Chunki u yerda haqiqiy maqsadga erishilmayapti-ku. Haqiqiy uy qurilmayapti, haqiqiy mashin olinmayapti, ya'ni haqiqiy narsa bo'lmayapti-ku u yerda. U yerda o'yin, misoliy narsa bo'lyapti va u yerdagi maqsadga erishilgandagi his-tuyg'u munchagina, juda kichkina. Men buni bilaman. Va siz haqiqatdan hayot mashaqqatlari, ya'ni marafon, kurashi, butun olam bilan kurashasiz maqsadga erishguningizcha. Ishlaysiz, siz xohlagan pul chiqmay qolishi mumkin. Harakat qilasiz, siz xohlaganday bo'lmasligi mumkin. Ishchilar podvodit qilib qo'yishi mumkin, nimadir bo'lib qolishi mumkin, odamlar pulni to'lamasligi mumkin. Ya'ni bu kurashda va o'sha erishganingizda bu g'alaba. Bilasizmi, mana shu his-tuyg'u uchun podsholar davlatlarni bosib olgan. Mana shu his-tuyg'u uchun dunyoda urushlar bo'ladi. Mana shu hissiyot uchun sizni potrebnostingiz, ya'ni sizni qanchalik anaqangiz, xohish istaklaringiz global bo'lsa, shunchalik ichki mazza ham global bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun maqsad qo'yishni o'rganish kerak. Buni oqibatidan mazza qiladi odam. Ha, jarayondan emas. Jarayon bizni stressga solib qo'yishi mumkin, depressiyaga solib qo'yishi mumkin. Lekin erishilgandan keyingi ichki his-tuyg'ular mana bu sizni keyingi maqsadga sakratadi. Undan keyingi maqsadga sakratadi. Undan keyingi maqsadga sakratadi. Va bu bilasizmi, bosqichma-bosqich zinapoya va zinapoya va zinapoya ko'tarilishingizga olib boradi. Boshida mashina edi, keyin uy bo'ladi. Ya'ni maqsad kattaroq bo'lgandan keyin ichki his-tuyg'u ham wow bo'ladi. Undan keyin yana bir narsa bo'ladi. Shuning uchun men doim maqsadga erishganda o'z kuchi bilan erishish tarafdoriman. Hali kredit olib emas. Tushunyapsizmi? Yoki dadasidan pul olib emas, yoki onasidan pul olib emas. Agarda inson o'z kuchi bilan erishsa shu maqsadga, shunda ana o'sha hissiyotni his qiladi. O'sha his-tuyg'uni his qiladi. Shuning uchun boshlang'ich etapda ongni o'rgatish uchun o'zingizga mos keladigan maqsadlarni qo'yib o'rganing. Ya'ni asta-sekin o'rgating ongni, o'sha mazani his qilishga. Ana o'sha mazani bir marta, ikki marta his qilgan ong unga bog'lanib qoladi. O'shani doim istaydi. O'sha uchun kechasi uxlamaydi. O'sha uchun kurashadi, haligi sherga aylanadi. Va bu zo'r, bu yaxshi. Xuddi shunday bo'lishi kerak. Bu hayot va hayot g'oliblarniki. Men doim shogirdlarimga aytaman, nima uchun ularni g'olib deb aytaman? Chunki ular g'olibda. Ular o'z ustidan g'alaba qozona olgan odamlar. Ya'ni ularni maqsadi rivojlanish bo'ldi va ular rivojlana oldi. O'z ustidan g'alaba qozona oldi. Bu ham ana o'sha ichki men g'olibman degan his-tuyg'u.